bitta mutaxassis bilan ishlagan yaxshimi yoki sizlarda qanaqa bir nechta mutaxassislar bilan ish olib boriladimi degan savolimiz ham bor. Shunga nima deysiz? Asosiy muloqot ona bilan. Har doim aytaman ota-onalarga, kelinglar, mana bu jarayonga yetib kelganmiz, mana shu jarayonni qilinglar, ikki-ikkisiga o'samiz. Aynan ularga qiziq bo'lgani shu, qachon, qanchada natijaga erishamiz. Lekin men muddatni bolani rivojlanishiga menimcha yilda tuzatib beraman demayman. Ya'ni tashxisli bolalar bilan kun davomida necha soat shug'ullanish to'g'ri? Aniq qilib aytamiz, 1 soatdan 3 soatgacha. Faqat bitta markazda bo'lsa, 90% onalar o'sha gadjetlardan, telefon, televizorlardan butunlay voz kechishgan. Bugun biz bilan suhbatda Neuroland korreksion markazi rahbari Zumradxon Saidislamni bo'ladilar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Markazga murojaat qiladigan ota-onalarimiz tomonidan savollar tushgan. Keling shularni birma-bir tahlil qilsak. Aynan shu savollardan biri, ya'ni tashxisli bolalar bilan kun davomida necha soat shug'ullanish to'g'ri? Ko'p ota-onalar bog'cha ta'limiga o'xshab bolalarini kun davomida markazda qoldirishni xohlaydilar. Shu to'g'rimi? Xo'p, bolani aynan necha yoshda kelganini inobatga olishimiz kerak va undagi aynan orqada qolish nima sababdan kelib chiqqani va qaysi davrda shug'ullanayotganimiz muhim hisoblanadi. Bolani birinchi holati, ya'ni adaptatsiya holati, agar ilk yosh davrida endi nutqi chiqayotgan va nutqi kechikayotgan bola yosh davrdan oladigan bo'lsak, bu holatda bolajon bilan shug'ullanish ya'ni 1 soatdan 3 soatgacha bo'lishi kerak. Bu bolajon aynan markazda mutaxassislar bilan birga shug'ullanib, qolgan davrini uyda mustahkamlash kerak. Chunki asosiy faoliyat bu bolani uyda ota-onasi bilan mustaqil qolish. Mana shu holatda to'g'ri yechim bera olsa markaz mutaxassis, mana bu natija hisoblanadi. Shuning uchun bolani har xil mutaxassislarga markaz olib yurish emas, aynan to'g'ri yo'nalish qo'yilgan kompleks holatda yondashgan, ya'ni jismoniy holatini inobatga olib, ruhiy holatini inobatga olib, nutqini chiqarishga e'tibor qaratilsa va bunga albatta ota-onani, oilaviy muhitni to'g'ri yo'naltira olinsa, bunda bolajon natijaga tez va yaxshi samarali bo'ladi. Chunki bu jarayonda bolani holati, ya'ni uxlash davri bor, hojatdan chiqarish davri bor. Ayni nutqi kechikkan bolajonlarda asosiy ish shulardan iborat bo'ladi. Bu davr esa albatta uyda bo'ladi. Shuning uchun uyni to'g'irlash uchun kun davomida agar uni kunni kechgacha markazda qolsa-yu, markazda yaxshi bo'lsa-da, lekin uyda bu faoliyat davom ettirilmasa, men kechgacha qolsin bola natijaga bo'lmaydi. Chunki asosiy muloqot ona bilan. Shu muloqotda to'g'ri yondashuv bo'lsa, bola mustaqil bo'ladi, bog'chaga boradimi, mehmonga boradimi, transportda yuradimi, bola bu jarayonni onasi bilan to'g'ri muloqotda, to'g'ri ko'nikmada hosil qilib olishimiz mumkin. Shuning uchun asosiy faoliyat aniq qilib aytamiz 1 soatdan 3 soatgacha. Faqat bitta markazda bo'lsa, lekin ko'p holatda agarda bolani mutaxassis, ya'ni bitta mutaxassisga olib bordi, erta yarim soat 40 minut shug'ullandi misol uchun, keyin yana yo'l yuradi, yana boshqa markazga boradi. O'rtada bu masofada buzilishlarda bola to mashg'ulotga kirmaguncha 10-15 minut vaqt o'tib ketadi. Shuning uchun to ko'nikmasini shakllantirguncha уже ya'ni dars tugab bo'ladi. Bu davrda bolajon yangi ko'nikma olishga qiynaladi va yangi jarayonga moslashishga vaqt ketaveradi. Shuning uchun o'zi bolani ishlash davriyligi uzoq. Shuning uchun bu vaqtda har kungi ishlanish yaxshi natijaga olib keladi. Shuning uchun Neuroland korreksion markazi aynan bolani nutqini chiqarishda, uni xulq-atvorini ishlashga, ruhiy holatini to'g'irlashga va muhitni moslashtirish uchun har kunga 3 soat mashg'ulotdan iborat. Ya'ni ertalabki vaqtda biz 9 dan 12 gacha ish faoliyat olib boramiz. Kunning ikkinchi yarmida esa soat 2 dan 5 gacha. Bola bu davrda xotirjam mashg'ulotga keladi, doim bir xil an'ana bor, ya'ni kirib kelishi, bolani kutib olishi va bola shu yerda o'zini mustaqil
ko'nikmalar hosil bo'ladi. Ya'ni o'zi oyoq kiyimini almashtiradi, o'zi kiyimni joyiga qo'yadi, o'zini o'sha javon, ya'ni shkafini biladi. Darsga, mashg'ulotga har xil kayfiyatda keladi. Shuning uchun u bolani birinchi kirib kelishda jismoniy mashg'ulotlar bilan, ya'ni musiqiy mashg'ulotlar bilan bolani salomlashish ko'nikmasi bo'ladi, kirish ko'nikmasi bo'ladi. Bu esa o'z navbatida o'sha mustaqil ko'nikmalar hosil bo'lishiga olib keladi. Har kungi mashg'ulotda esa bizda doimiy ravishda mashg'ulotlar o'zgaradi. 3 soatda bola charchab qolmaydimi deyshadi. Lekin kun davomida ham bola yuribdi-ku. Bolani doimiy to'g'ri yo'nalishini to'g'ri qo'yib berilsa, bunda manfaatli bo'ladi. Shuning uchun 3 soat davomida bizda ham guruhli mashg'ulotlar bor, ham mini mashg'ulotlar bor, ham yakka mashg'ulotlar bor. Bu bolada ko'nikma hosil bo'lishini osonlashtiradi va tezlashtiradi. Ya'ni osonlashtiradi qanday? Bola bitta mashg'ulotda, ya'ni yakka mashg'ulot bo'ladigan bo'lsa, yengil ko'nikma hosil qilamiz. Ya'ni bolada, misol uchun, sol ko'nikmasini yoki bir tovush qo'yamiz yoki so'z chiqaramiz yoki tushuncha nutqida ishlaymiz. Mana shu narsani yakka mashg'ulotda qo'yamiz va mini guruhli mashg'ulotda esa bu narsani mustahkamlaymiz. Va bola guruhli mashg'ulotda afzalligi nimadaki, bola yakka mashg'ulotda olgan ko'nikmasini guruhda mustahkamlab beradi. Ya'ni guruhli ishlash, bola u yerda mustaqil harakatlanadi, o'rtoqlarini, tengdoshlarini ko'rish boshlaydi, emotsiyaga reaksiya bildiradi va eng zo'r ko'nikma, ya'ni kurator, o'sha mutaxassisi shu bolalar ichida o'qituvchisi, ya'ni mutaxassis bergan vazifani bajara oladi. Mana shu bilan bolada 3 soat davomida bitta ko'nikma mustahkamlanish bilan bola yarim kun davomida mutaxassis nazoratida bo'ladi. Bu esa o'z navbatida uni injiqliklarini oldini oladi. Qaysi davrda, ya'ni guruhli mashg'ulotlarning yana bir afzalligi bir-biri bilan sherikchilikda ishlaydi va hozirgi yosh bolajonlarda ajoyib ko'nikma bor, ya'ni bo'lishish ko'nikmasi yo'qligi. Ya'ni kommunikatsiyaga kirisha olmasligi. Va olib kelgan, misol uchun, bir xil vaqtda bola o'zi bilan o'yinchoq olib keladi yoki olgan o'yinchog'ini qizg'anadi. Vaqti kelsa mutaxassis qizg'anishadi. Bu esa o'z navbatida bolajonda injiqlik ko'tarilishiga olib keladi. Guruhli mashg'ulotda, yakka mashg'ulotda, ya'ni Nerland markazida nima aytamanki, bu ko'nikmani oson yengamiz. Chunki biz doimiy ravishda intensiv mashg'ulotlarda aynan bo'lishni o'rgatamiz, bir-biridan berishni o'rgatamiz. Boshda injiqlik bo'ladi, lekin mutaxassislar bilan birgalikda kommunikatsiya qilib ishlanganda bu jarayonlar oson yengiladi. Chunki ona mashg'ulotlari ham borda, u mashg'ulotda biz onalarni bolasini bilan qanaqa muloqot qilish kerakligini ko'radi darsda, birga shug'ullanib ko'radi, qayerda xato qilayotganini ko'radi, qayerdan to'g'rilash kerakligini o'rganadi. Bu uydagi muhitda bolasini injiqlik davrida ona qanday rol tutish kerak, nima ish qila olishini ko'ra oladi. Shunda onaga berilgan uydagi rejimni to'g'ri ishlashi bilan bizdagi bolajonlar, qatnayotgan bolajonlarni to'laqonli eta olaman. Ya'ni onalar kursi bilan birga shug'ullanishadi, boshqa qilishadi. Nima demoqchimanki, 90% onalar o'sha gadjetlardan, telefon, televizorlardan butunlay voz kechishgan. Chunki u narsaga vaqtligisi yo'q. Va bola telefon olishga hatto yetib kelmaydi ham. Chunki mashg'ulotlar shunaqa soddalashtirilganki, har bir bola bilan, ona bilan yakka mutaxassis ishlaydi. 24 ga 7 vazifa beradi. Qanday qilib to'g'ri uxlatish, mustaqil uxlashini shakllantirish, hojatdan chiqarish, ya'ni uyg'onganda qanday qilib injiqlanmasdan uyg'onishi va hokazo. Ya'ni har bir ko'nikma ustida qadamma-qadam ish olib boriladi. Bu esa kunni to'g'ri taqsimlashga, injiqlikni oldini olishga va albatta mehmonga borganda yoki bolasi bilan vaqti kelsa sayohatga hozir chiqishi hammada aktual mavzu. Bu yerga bemalol oyijon bu ko'nikmalar bilan qo'rqmasdan, ya'ni bola bilan ishlay oladi. Albatta bemalol yurishadi.
Xo'p, qarang, yana bir savolimiz. ZPR tashxisli alohida ehtiyojga muhtoj bolajonlarimiz bor. Shular bilan mutaxassis ishlash kerakmi yoki mutaxassislar ishlash kerakmi degan savol berishadi ota-onalarimiz. Ya'ni bitta mutaxassis bilan ishlagan yaxshimi yoki sizlarda qanaqa bir nechta mutaxassislar bilan ish olib boriladimi degan savolimiz ham bor. Shunga nima deysiz? Xo'p, endi bunaqasida ko'p holatda ota-onalar guruhli mashg'ulotdan qochishadi. Bunga to'g'ri asos bor, ya'ni bog'chada, maktabda guruh, sinf deganda ota-onalarning ko'zini oldida ko'p bolalar keladi, bolalarni hammasini o'qituvchi jalb qila olmaydi va natija bo'lmaydi deb o'ylaydi. To'g'ri, maktab, darslik, ta'lim sistemasi shunaqa, ya'ni sinf xonasida o'tilishi. Bog'chada esa bolalar o'sha guruhda yurishi. Lekin biz korreksion markaz hisoblanamiz. Nima uchun bizda guruhli mashg'ulotlar bor va uni yakka mashg'ulotlar bilan nima uchun bog'laganmiz? Ya'ni bolani ijtimoiy hayotga moslashtirishimiz kerak. Chunki yakka mashg'ulot yaxshi yengil ko'nikma olish uchun. Lekin hayotda o'z yo'lini topib ketishga, shu o'rgangan ko'nikmasini agar hayotda mustaqil qo'llamasa, u ko'nikmadan foyda yo'q. Chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yakka mashg'ulotda mutaxassis bolaga moslashadi. Shuning uchun bu davrda mutaxassis oldi zo'r qilib beradi. Chunki mutaxassis u bolaga qanday yo'nalish ko'rsatish kerakligini tushunadi, biladi. Lekin buni bola uyda, oyisini oldida yoki qanaqadir o'sha o'yingohga borganda yoki mehmonda u ko'nikmani ishlata olmaydi. Chunki qo'rquv bor. Chunki har doim uni yonida yo oyisi, yo mutaxassis bo'ladi. Biz yangi auditoriyaga kirganimizda yoki o'sha yangi ishxonaga yangi ishchi kelsa ham u mustaqil keladi. Va unda qo'rquv bo'ladi. Meni qanaqa qabul qilishar ekan, men o'tga qanaqa kirib ketar ekan bo'ladi, hayajon bo'ladi. Shu hayajonni zo'r yengadi aynan guruhli mashg'ulot. Shuning uchun nima desam ekan, bizning markazda ijtimoiy hayot sun'iy shu 3 soat davrida shakllantirilgan. Demak, qo'rqmasdan guruhli mashg'ulotga kelishgani yaxshi. Shunaqa. Chunki bu yerdagi dastur bizda kelgan yangi bola 2 hafta davomida diagnostika qilinadi. Ya'ni u bola bilan ishlash kerak bo'lgan mutaxassislar kimlar, nima uchun o'zi mutaxassislar tanlanadi. Ya'ni bu yerda bizda logoped asosiy rolda, defektolog ishlaydi. AB terapist mana hozir mutaxassis, top mutaxassis bo'lib qo'shildi. EBA faoliyatini olib boryaptilar. Xo'p, bizada adaptiv fizkultura jarayoni bor, logaritmika jarayoni bor, neyropsixolog, ya'ni neyrogimnastikalar bilan birga, ya'ni guruhli va yakka tartibda 3 soat davomida kompleks yondashiladi. Sabab bu bolajonning emotsiyasi yo'q. Ya'ni sust boshqa bolalarga nisbatan. Ya'ni eshitish diqqati, ko'rish diqqati, ya'ni his qilish jarayonlari nimjon. Mana shu jarayonlarni yetkazishimiz uchun bolada emotsiya hosil qilishimiz kerak. Emotsiya esa qachon hosil bo'ladi? U emotsiyani qayerda ko'ramiz? Va bo'layotgan situatsiyaga bolaning reaksiyasini qayerda ko'ramiz? Guruhda ko'ramiz. Chunki u o'sha qizg'anchuvligini yoki o'sha agressiyasini deymizmi, o'zini his tuyg'usini o'sha ko'pchilikning ichida ko'rsatganda to'g'ri jilovlay olishni o'rgata olsak, mana bu natija hisoblanadi. Shunda bola idroq qilishni boshlaydi, jarayonni tahlil qilishni boshlaydi, mutaxassisga, ya'ni o'zidan kattaga hurmat qilishni boshlaydi. Bolalar bilan o'zaro bir-birini eshitishni boshlaydi va bu bilan bolada men hosil bo'ladi. Ya'ni u men deganda magazinda u kim? Oluvchi. Avtobusda kim u? Yo'lovchi. Uyda kim u? Bola rolida. Uyda o'sha onani his qilishi, otani his qilishi, akani his qilishi, o'rtoqlarini his qilishi, buni o'sha muhitda to'g'ri muloqot qilish. Ana shu muloqotni to'g'ri shakllantirish aynan guruhli mashg'ulotlarda mutaxassislar tomonidan, ya'ni o'sha logoped, defektolog mutaxassislari barchaligisi birlashgan holatda tizimli ravishda bolaga to'g'ri ish ketma-ketligi shakllantirishgan va har hafta uchun qo'yilgan ko'nikma hafta
tomonidan hafta davomida tahlil qilinadi va yangi ko'nikma shakllantirib boriladi. Bu yana bir jarayon bilan mustahkamlanadi. Ya'ni bizda doimiy mavsumiy mavzular o'zgarishi. Misol uchun hayvonot olami. Mana bizda yaqinda intensiv yangi sezon boshlanyapti. Bu sezonda bizda aynan uy hayvonlarini jarayon hosil qilinadi. Shu uy hayvonlarni his qildirishni o'rgatamiz. Uni o'sha kojasi, ya'ni tanasi, terisi har xil bo'lishi, hayvonlarni shu narsani qo'lligisi bilan ushlab ko'rishadi. O'zligisi his qilishadi. Shuning uchun hayvonot olamida aynan zooterapiyani kirib kelishi, shunda mushukni terisi qanaqa bo'ladi, chumchuqni terisi qanaqa bo'ladi, mantiq qo'rquvlarni ham bolani yengishga yordam beradi. Shunaqa. Shuning uchun bemalol bu jarayonni, ya'ni sensomotorikasini rivojlantirish orqali tushuncha nutqini rivojlantiramiz. Xo'p, rahmat. Yana bir savolimiz ko'p ota-onalarga qiziq, ya'ni muddat. Bilasiz, 1 oy, misol uchun 3 oy, 1 yil shu. Aynan ularga qiziq bo'lgani shu, qachon, qanchada natijaga erishamiz. Shu savolga nima deysiz? Birinchi konsultatsiyaga, ya'ni qabulga kelgan ota-onalarimiz necha kun bo'ladi, 10 kunlikmi, 1 oylikmi kursinglar deb so'rashadi. Kurs 10 kunlik, 1 oylik bo'la olmaydi. Biz kasallik bilan ishlamaymiz. Yallig'lanish 10 kunda yoki o'sha qanchadir davriylikda muddatda davolanadi, keyin reabilitatsiya qilinadi. Bu holatda esa bolajon kasal emas, yoshiga nisbatan orqada qoladi. Shu orqada qolish qancha davriyligi aniqlanadi. Misol uchun fiziologik yoshi 4-5 yoshdagi bola misol uchun, lekin aqliy yoshi endi 1 yoshga to'lgan bo'ladi. Demak, anchagina. Bu davrni yetkazish uchun yetkazish davrida bolani yoshigina o'sadi. Chunki qotib turmaydi yosh. Ana shu davrni yetkazib olishimiz uchun ota-onaga to'g'ri tushuncha berishimiz kerak va to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. Albatta muddat qo'yish bu muhim. Lekin men muddatni bolani rivojlanishiga menimcha yilda tuzatib beraman demayman. Chunki u davriylikda ota-onaning roli muhim, bolani rivojlanish etapi muhim, mashg'ulotga qatnashish va uni ketma-ketliklari, davomiyligi и nagruzkasi muhim. Ya'ni ko'nikmani qanchalik ola olyapti. Balki bolajonga o'sha psixiatrlar tomonidan o'sha medikamentos yordam berish kerak bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam bolajonga yana qandaydir o'sha ko'nikmalarni shakllantirishimiz uchun misol uchun massaj muolajalarini qo'shishimiz kerak bo'lishi mumkin yoki AFK mashg'ulotlarni qo'shimcha mashg'ulotlar. Yoki bo'lmasam shu davrda biza men qanaqa beraman muddatni. Bolada biror bir muddatga, misol uchun birinchi boshlanish muddati hojatdan chiqarish yoki bolaga aynan harakat taqlidini o'rgatish yoki emotsiyasini hosil qilish. Aynan bir jarayon olinadi diagnostikadan keyin qaysi etapda ishlanishiga ko'ra tanlanadi avval. Shu ko'nikmani qancha davriylikda qilamiz va ota-ona bilan hamkor bo'lamiz. Misol uchun o'sha bolani alohida uxlatish ko'nikmasini shakllantiramiz yoki kiyinish ko'nikmasini shakllantiramiz. Ana shu davrga ota-ona bilan hamkorlik qilinadi va muddat qo'yiladi va shu muddatga qarab ketma-ket bosqichma-bosqich, demak, berilgan vazifalarni qanchalik qila olishligiga qarab turib, davomiyligi shunga qarab cho'ziladi. Endi men bitta shu tavsiya berardim. Mutaxassis vazifa berdimi, vaqtida to'g'ri yondashuv bu ishni tezlashtiradi. Lekin ko'p holatda mayli bo'ldi, tushundim, siz bilan birga ishlaymiz deyshadi. Birinchi haftalikda o'zgarish ko'rishadi-yu, bo'ldi, shundan keyin bo'shash boshlanadi. Bo'ldi, topshirdik, yaxshi bo'lib ketar ekan, o'zi mashg'ulotga kelib ketsa zo'r bo'lib ketar ekan. Ana shu bo'shashish bolajonda injiqlik ko'tarib qo'yadi. Shuning uchun olib keldingizmi mashg'ulotga? Boshladimi? Da, albatta. O'sha maktabga chiqarishga harakatmi yoki bog'chaga chiqishga harakatmi? Qaysi ko'nikma ustida ishlaymiz? Aynan men aytardimki, birinchi yil muhim. Shuning uchun 1 yil shu bolaga to'g'ri yo'nalishga yaxshilab bola bilan ketma-ket yurishni kutuvni to'g'ri qo'yib olsa ota-ona, shunda tez natijaga chiqa olamiz. Shunda o'sha aqliy yoshiga yetib olishi, ya'ni yillar oylarga, oylar haftalarga o'zgaradi va natija tezlashadi. Va bu davri
nagruzkasi to'g'ri ota-onaga tushadi, bolaga emas. Chunki bolada hali vaqt tushunchasi yo'q. Shu bilan yutib chiqib ketsak bo'ladi. Va men har doim aytaman ota-onalarga, kelinglar, mana bu jarayonga yetib kelganmiz, mana shu jarayonni qilinglar, 2-2 o'samiz. Va biz hozir shu ish samaradorligini yana oshirish uchun 2026-yilga ya'ni onalar kursini mustahkamladik. Onalar kursini nimaga shakllantirdik? Ya'ni bu kursda biz aynan onalar bilan ishlaymiz. Bolani aqliy va nutqiy rivojlanishda onani roli. Biz onalarni mashg'ulotlarda birga qatnashish bilan, ular bilan doimiy ishlab, shu ko'nikmani ona bilan mustahkamlasak, bu vaqtni 2 barobar yutishga olib keladi. Shuning uchun agar onalarimiz ham o'qib, ham bolasi bilan birga baravar shug'ullansa, shunda natija tez va eng asosiysi ongli tahlil qila oladigan mustaqil shaxs o'stiramiz. Demak, aziz onajonlar, sizni ham o'rningiz juda ham katta ekan. Shuni ham bilib oldik. Ota-onalar tomonidan berilgan savollarga aniq javoblarni oldik. Sizda yana qanday savollar qiziqtiradi? Kommentariyada o'z savollaringizni yozib qoldiring va biz albatta bularga javob beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana efirda ko'rishguncha. Rahmat.